Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi obyektimiz Marg'ilonda tugatdik. Mana pechkanimizni tortishlari, e'tibor berasizlar. Mana ichkarigi. Tashqariga tutun chiqarmayapti. Mana hamda to'g'ri tozalaydigan yerlar, bunga ham e'tibor beringlar mana. Tortyapti. Mana Hoji tog'amizga shu xonadonga qilib tugatdik. Hoji tog'a, pechkamiz yoqdimi? Bir duo qiling. Amin. Allah'ım elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ım Xudovanda bu bollarimizni hammalarini tan yo'llarini sog', umrlariga, rizqlariga barakat, ishlariga, dunyoviy va uxroviy ishlarga o'zing madadkor bo'lgin. Bunaqa narsalarni Xudovanda juda ko'p musulmonlarnikida tishlashingni Alloh o'zing ro'ziy karam qilib ato etib bergin. Juda ham bir yaxshi, bir xosiyatli ish ekan. Xudovando hammani ham Xudoyo bunaqa narsalarni qurib, yashirib, chiroyli holatda o'tirishingni ro'ziy karam qilsin. Ustalarga ham umrlariga, rizqlariga barakat, topganlarini Alloh rozi bo'ladigan yo'lga ro'ziy karam qilib ato etib bersin. Allohumma salli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala ali Muhammad. Allohu akbar. Berganingizga rozi bo'ling Hoji tog'a. Yaxshi kunlarda yaqinlar, uzoq yillar xizmat qilsin. E'tiboringlar uchun rahmat.